Hammaga salom. Anchadan beri sizlar bilan aloqaga chiqmagan edim. Shunday ekan, davom etaman sizlar keltirgan savollarga o'z fikrimni bildirishda. Hali ham mana shu 5-fevralda kelgan savollarga fikr bildiryapman. Shuning uchun ming bor uzr. Mana shu oxirgi 2 kun ichida shikoyat qilgan odamlarga. Odamlar shikoyat qilyapti. Savolimga javob bermayapti-ku, uyu buyu deb navbat bilan. Hali ham mana shu birinchi kundagilarga javob beryapman. Agar sizning savolingizga fikr bildirmagan bo'lsam, demak hali navbat kelgani yo'q yoki savolingiz bachkana yoki men javob bermayman degan mavzular bo'yicha. Bu savol N1 yoki nomer 1 taxallusosidagi tomoshabindan keldi. Menda ikkita savol bor deyapti. Savollari katta, menimcha faqat bittasiga javob bersam kerak, chunki gapni aylantirib yuborsam ikkita savolga javob berishim ko'p vaqt talab qiladi. Birinchi savoli quyidagicha. Sun'iy intellektni o'ylasam kelajak yo'qdek tuyulyapti. Odamdan yaxshiroq qiymat bera olsa, insonlarning o'rniga albatta sun'iy intellektlar ishlay boshlaydi. Ishsizlik, ish uchun raqobat tobora kuchayadi. Xo'p, unisi aniq. Lekin iqtisod tomonlama o'ylab ko'ring-da. Sun'iy intellektga Google'ning mahsulotlarini nima keragi bor? Elon Muskning kosmosga uchayotgan internet bilan ta'minlaydigan qurilmalarini kimga keragi bor? Tesla avtomobilini kim xarid qiladi? Eng yirik kompaniyalardan tortib eng kichigigacha robotlarga umuman keragi yo'q-ku axir. Insoniyat ishsiz, qo'lida puli yo'q, kapitali yo'q. Bunday holatda nima bo'ladi? Insonlarsiz iqtisod bo'lmaydi-ku axir. Savol yaxshi boshlangan edi, lekin qandaydir mantiqsizlashib ketdi borgan sari. Menimcha yosh bola bo'lsa kerak va mana shu iqtisodiyot tushunchasini, shu prinsipini, bazasini bilmasa kerak. Sodda qilib tushuntirib beraman. Ya'ni bu joyda qandaydir fikrni ham bildirishni kerak yo'q. Shu bazaviy prinsipni tushunsangiz bo'ldi, o'zingiz tushunib olasiz. Qarang, iqtisodiyot mana shu oldi berdi, to'g'rimi? Oldi berdi nimaga asoslangan? Talab va mana shu talabning narxiga, to'g'rimi? Aytaylik, mana men inson, mening talabim bor. Mana talabim kofe. Men inson sifatida mana bugun kofe ichishim kerak. Shu mening talabim bor. Talabimga yarasha nima kerak? Narx kerak. Talabimning narxi qancha? 14 yuan. Mana shu kofe 14 yuan. Xo'p, 14 yuanni qayerdan olaman? Men o'zim ish qilib, mana shu ishimdan men foyda ko'rib, ya'ni mana shu 14 yuanni qilib, mana shu 14 yuanimni hashlab talabimni qondiraman. Tushundingizmi? Ya'ni menga o'zimni talabimni qondirish uchun 14 yuan kerak. Endi shu joyda savol tug'iladi. Nimaga bu kofe mening talabim 14 yuan? Oddiy hisob kitob. Chunki bu kofeni ham xuddi menga o'xshagan odamlar qilgan. Ya'ni misol uchun kofeni tozalaganga pul ketgan, kofeni shu terganga pul ketgan, kofeni qo'g'irganga, hokazo. Tushundingiz? Qog'oziga, dizayniga mana shu. Va shundan qo'shimchasiga yana kelgan daromad, mana shu kofeni sotgan odam daromadini qo'shib, hamma bar to'laqon 14 yuan bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu tushundingizmi? Nimaga bu odam o'zini daromadini qo'shyapti menga kofeni sotgan odam? Chunki uning ham qandaydir talablari bor. O'zini talabini qondirish uchun o'zini daromadini talab qilyapti. Ya'ni men ham o'zim mana shu qandaydir ishimni qilganman, mana shu ishimdan daromadimni mana shu kofega sarflayapman. Tushundingizmi? Oldi berdi. Men daromadimni berib yuboryapman, u odam mendan daromad qilyapti, men boshqasidan daromad qilyapman, daromadimni berib yuboryapman. Mana shu to'laqon iqtisodiyot. Endi shu joyda sizning ssenariyingizni oladigan bo'lsak, katta ssenariy keltirdingiz, agar to'laqon mana shu sun'iy intellekt tomonidan hamma narsa qilinadigan bo'lsa, o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana mening talabim 14 yuan ekan. Sababi mana shuncha odamlarning mehnati ketgan. Agar bang'ita bir kun, shu ertasi kuni kofeni to'laqon 100% avtomatizatsiyalashtirsak, ya'ni faqat shu robotlar qiladigan bo'lsa, talabim hali ham 14 yuan bo'ladimi? Yo'q. Ya'ni mana shu absurd darajagacha buni narxi tushib ketadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni kofe terganga pul berish kerak, kofeni qilganga pul berish kerak, chunki u ham odam, uning ham o'zining talablari bor degan narsalar yo'qolib ketadi-ku. Tushunyapsizmi? Ya'ni insonlar qilganligi sababli mana shu kofe 14 yuan bo'lgan bir paytda to'laqon robotlar qilgan kofening narxi 1 yuan, 2 yuan bo'ladi xolos. Ya'ni endi mana mening talabimni qondirish uchun atigi 2 yuan kerak xolos. 14 yuan emas. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz aytyapsiz odamlarning qo'lida puli yo'q. Chunki pulni keragi yo'q bo'ladi. Tushundingizmi? Yanada ham soddaroq qilib aytaman. Misol uchun uyingizga uy tozalovchini chaqirtirdingiz. Odam 200-300 yuan berdingiz uyingizni tozalagani. Nimaga? Chunki u odam, uning ham o'zining talabi bor va mehnatiga yarasha shuning uchun pulini berasiz daromadi bilan. Va keyin u mana shu daromadini sarflagan holda o'zining talabini qondiradi, kechirasiz. Endi tasavvur qiling, siz robotni chaqirdingiz, sun'iy intellektni uyingizni tozalagani.
Xuddi shu robot keladi, uyingizni tozalaydi. Unga mana shuncha pul berishingiz kerakmi? 200 yuan? Yo'q. Tushunyapsizmi? Chunki uning talabi yo'q. Uning talabi nima? Mana shu enasini emsin akkumulyator. Akkumulyator qancha o'zingiz bilasiz narxi. Ushtim bo'limani Elon Musk tekinga qilyaptimi va hokazolar deyarli talabi bo'lmaydi. Ya'ni mana shundan kelib chiqqan holda o'zingiz tushunsangiz bo'ladiki, deyarli pulni keragi bo'lmaydi mana shu uy tozalovchini chaqirgani. Xo'p, unda iqtisodiyot o'zi oldi berdi nimada quriladi unda desangiz, robotlar qila olmaydigan narsada, aytganimdek, bundan avvalgi videolarda aytganman, har xil ijodda robotlar qila olmaydigan ijodlarga asoslangan bo'ladi. Misol uchun men mana shunda o'tirib olib laqillashim. Mana sizning talabingiz bo'ladi, sun'iy intellektdan charchab, mana shunday narsalarni talab qilishni boshlaysiz. Shu qandaydir odam o'tirib olib, farosatsiz narsalar gapirishini. Men ham mana shunga yarasha keyin o'zimni daromadimni so'rayman. Ya'ni mening talabim aytaylik, bilmadim, boshqa bir odamni eshitish va mana shu boshqa bir odamni eshitish uchun, unga pul berish uchun men o'zim mana sizga laqillayapman, sizdan daromad qilyapman. Tushundingiz-a? Ya'ni odamlar baribir oldi berdi yo'lini o'ylab topishadi. Hech xavotir olmang bu joydan. Mana shu. Lekin odamlarda to'g'ri tushunsa bo'ladi, nimagadir bugungi kunda odamlar mana shu iqtisodiyotning bazaviy prinsiplarini tushunishmaydi. Tavsiya qilishim mumkin strategiya o'yinlarini o'ynashni. Strategik o'yinlarni o'ynasangiz, mana shu umumiy siyosiy, iqtisodiy tushunchalaringiz rivojlanadi. Misol uchun mana bu masalada Frostpunk degan o'yin bor. Frostpunk, mana shu o'yinni o'ynab ko'ringlar, juda ham ajoyib o'yin, strategiya va tushunib olasiz. Pul nimada aylanadi, iqtisodiyot nima bo'yicha aylanadi, siyosat nima va hokazolar. Xullas mana shu strategiyalar mana shunday iqtisodiy tushunchalarni rivojlantiradi va qayta bunaqa sodda savollar bermaydigan bo'lib qolasiz agar hech bo'lmasam shunday o'yinlar o'ynasangiz. Mana shu mening fikrim. Sun'iy intellekt hech qanday ta'sir qilmaydi bizning iqtisodiyotimizga siz o'ylagan ravishda. To'g'ri, mana shu mehnat kuchi kamayib ketadi, odamlarda pul bo'lmaydi, lekin pulga ehtiyoj bo'lmaydi. Shu savolingizga javob oldingiz degan umiddaman. Ikkinchi savolingizga keyingi safar javob beraman unda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, tinch bo'ling.